Issiqda bolalaringizga shunaqa toshmalar toshayotgan bo'lsa, shuning uchun sovun qidirayotgan bo'lsanglar, man sizlarga uni retseptini tekinga o'rgataman. Bu gipoallergen детский sovun bo'ladi. Nimalar ketishini opsiyaniyada va rasmda yozib ketaman. Ishi osnovani eritib olishdan boshlaymiz. Ikki xil osnovani yaxshilab eritib olamiz. Mana shunaqa holga keladi. Ustini yaxshilab spirt bilan sepamiz. Shunda ko'pik va plyonka hosil bo'lmaydi. Undan keyin bitta paketik chirida, bitta paketik romashkani 40 gram suvga damlab qo'yamiz 1 soatga va 1 choy qoshiq to'ldirib ichiga solamiz. Osnovaga yaxshilab aralashtirib, unga 10 tomchi bodom yog'idan quyib chiqamiz. Keyin esa miyata efir yog'idan foydalanamiz chaqaloqlar uchun. Tinchlantiruvchi bo'ladi. Unga hidlab foydalanmaymiz. Undan keyin xohishga qarab rang qo'shasizlar. Menda sovun uchun rang mutlaq zararsiz. Keyin qolpimizni spirtlab olamiz va ichiga massani quyib, yarim soat 1 soat kutamiz va ustini spirtlab qo'yamiz ko'piklarini olib. Mana shunaqa chiroyli sovun bo'ladi. Buni chaqaloqlarga malol toshmalariga yaxshilab ishlatib ko'pirtirib yursanglar 2 kunda 3 kunda zo'r natijani sezasizlar. Bundan ham zo'r retseptlarni olish xohlasanglar, atiga 70 ming so'mlik sovun kursimga qo'shilib o'qib olsanglar bo'ladi. Unda nimalar o'rgatilishini opsiyaniyada yozib qoldiraman. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yib, menga obuna bo'lishni unutmang.